Assalomu alaykum, hurmatli savoqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Hozir biz arab tili tarjima darsligimizning 19-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda ilgirki darsimizdan davomini o'qiymiz. Ya'ni tinish belgilarini qo'llanish qoidalarining davomini o'qiymiz. Bizning bugun birinchi o'qimoqchi bo'lgan tinish belgisi chikitlik pash. Ana chikitlik pash asosliq bir xil o'rinda ishlatiladi. O qaysi deganda, masalan, bu oddiy tangdosh tarkiblarni elib kelgan murakkab tangdosh tarkiblarning orasiga chikitlik pash qo'yildi. Diqqat, oddiy tangdosh tarkiblarni elib kelgan murakkab tangdosh tarkiblarning orasiga chikitlik pash qo'yildi. Masalan, kimki chelishib meni yengilsa, shu kishiga qizimni beraman. Qaranglar, oddiy tangdosh tarkiblarni elib kelgan. Bu qaysi oddiy tangdosh tarkiblar bunun ichidagi kimki chelish meni yengilsa, shu kishiga qana qilaman, qizimni beraman. Agar yengilmasa, jinini tinidan judo qilaman. Mana bu yerdagi oddiy tangdosh tarkibdan elib kelgan murakkab tangdosh kimki chelish meni yengilsa, shu kishiga qizimni beraman. Shunga buni qana qilish uchun, ayirish uchun bunun keyiniga chikitlik bash qo'yildi. Undan boshqa onun ko'rdig'ini sukut va maynat to'ttam, puraydig'ini ochiq tamaki bilan qansiq zay, huzurundig'ini kitob va erkin xiyol. Qaraydigan bo'lsak, bu yerdikmi? Oddiy tangdosh tarkiblarni elib kelgan murakkab tangdosh tarkiblar onun ko'rdig'ini sukut va maynat to'ttam. Shuning uchun buni keyiniga chikitlik bash qo'yildi. Puraydig'ini ochiq tamaki bilan qansiq zay. Bunun keyiniga nima qo'yildi? Qo'sh chikitlik bash qo'yildi. Endi ikkinchisi qo'sh chikit. Endi qo'sh chikitninki qo'llanışı bir qadar ko'proq. Bu asosli 3 xil o'rinda qo'llanadi. Masalan, umumlashtiruvchi tarkiblardan keyin qo'yiladi. Ya'ni bir so'zni biz umumlashtirib so'zlab bo'lib, undan keyin bayon qilmoqchi bo'lsak, shundan keyin qana qiladi? Qo'sh chikit qo'yiladi. Masalan, bizning uyda bor hayvonlar, endi men buni bayon qilmoqchi shunday-ku. Buni ilgari qana qilamiz? Qo'sh chikit qo'yamiz. Qo'y, kala degan qo'shiladi. Shunday deydi. Bizning yezda teriladigan ziroatlar bug'doy, qo'noq, zir. Demak, buni bayon qilishdan ilgari umumlashtiruvchi tarkib bo'lgan bizning yezda teriladigan ziroatlar degandan keyin qanday qiladi? Qo'sh chikit qo'yiladi. Undan keyin ko'chirma jumlaning oldiga kelgan abturning so'zidan keyin qo'sh chikit qo'yiladi. Odatda ko'chirilma bir gapni qilib o'tib, uning ichiga bir ko'chirilma jumla kelsak, bu qanday qilinadi? Qo'sh tirnoq qilinadi. Ammo shu qo'sh tirnoqning ilgari abturning ismidan keyin qo'sh chikit qo'yiladi. Masalan, Erdoğan qo'sh chikit. Endi biz shu Erdo'g'anning gapini o'z holatini naqlab kelgachga qo'sh tirnoq qochimiz. Ammo uningdan ilgari abturdan keyin nima qo'yamiz? Qo'sh chikit qo'yamiz. Biz har vaqt mazlumlarning yanida. Üçüncüsü, hürmet tariqasida aytilgan qaratma so'zdan keyin qo'sh chikit qo'yiladi. Masalan, munosabatli o'rinlarga, maktab mudiriga qo'sh chikit, men palani deb bir hurmatli odamga qaratma shaklda gapirmoqchi bo'lganimiz qanday qilamiz? Qo'sh chikit qo'yamiz. Buning misolimi ko'p. Masalan, munosabatli o'rinlarga hurmat bilan palani degan qo'shiladi. Ondan keyin qo'sh tirnoq. Bu 3 xil o'rinda qo'llanadi qo'sh tirnoq. Birinchisi, abturning sözün içinde kelgan ko'chirma jumla va ko'chirma so'zlar qo'shnoq ichiganda deydi. Masalan, men bir gapni bayon qilib o'tib, shu bayon qilgan gapimning orasiga ko'chirma so'zni birini qistirmoqchi bo'lsam yoki ko'chirma jumladan birini qistirmoqchi bo'lsam, shu ko'chirma jumla qo'sh tirnoq ichiga olinadi. Masalan, muallim bizga deb bo'lib, bilmaganni faqat bildim demanglar, bilsanglarmi men bilaman deb o'zinglarni cho'ng tutmanglar deydi. Demek, ben bu ikki gapning o'tirisiga muallimning gapining o'zini qanday qildim? Qistirdim. Bu vaqtda bu qistirgan so'z qo'sh tirnoqning ichiga kirishi kerak. Masalan, qiz nemish qidir cho'g'ida qizadi. Men hikoya o'qib berib keldim hozir Abdurman. Undan keyin men shuning ichiga shu qizning gapining o'zini qistirmoqchi bo'lsam, adlaka muallim deyishdan boshqa gap qolmay qoldi. Demak, shu qizning gapini o'zini naql qilib kelgan vaqtimda bu so'zni qanday qilindi? Qo'sh tirnoqning ichiga elindi. Birer sözünü atab ko'rsatganda yoki birer söz asli ma'nosida ishlatilgan, ko'chirma ma'nosida ishlatilganda bunday so'z qo'shnoq ichiga olinadi. Masalan, Samir ba'zida o'g'irlik qilib qo'yadi. Shunga kishilar uningga "Ovchi" degan laqabni qo'yib qo'yishgan edi. Demak, biz buni qanday qilib atab ko'rsatdik, shundaqmi? Jumla ichida kelgan kitob, gazet, jurnal va asarlarning nomlari, idora va xalq tashkilotlarining nomlari, tarixiy voqealarning nomlari qo'shnoq ichiga olinadi.
Bunun misalımki mesela Abdurazak efendim Mərifət jurnalında işləydi. Mən İslami Türkistan gazetiga müşteri boldum. Demek bundaki eserinin namı ya ki bir cemiyetin orları koştunakçıga qanaqlandi elindi. Endi yalan tırnak qancha xil o'rinda ishlatiladi deganda yalan tırnak 2 xil o'rinda ishlatiladi. Shu biz bayatni so'zlagan qo'sh tırnaqda men bir gapni gap qilib o'tib qana shu bir odamning gapini aynan qistirgan vaqtida qo'sh tırnaq olaman. Shundaq-ku. Endi shu odam yana bir gapni qistirgan bo'lsa qo'sh tırnaqning ichida uning yalan tırnaq olamiz. Deydi qo'sh tırnaq ichiga kelingan ko'chirilma jumlaning ichida yana ko'chirilma jumlaning ichida ko'chirilma jumla kelgan bo'lsa, bu yalan tırnaq ichiga elinib ifodalanadi. Masalan, men hozir bir gapni qilib tova deb o'yladi, Zarabxon so'q qarab o'ltirib. Jahonning hamma g'amini menla yig'ib olgan o'xshayman. Onam rahmeti baylarning xotinlari yolg'on ko'radi deydigan. Demak, asla tova deb o'ylagandan tortib bu ko'chirilma jumla. Endi buning ichidami yana nima ko'chirilma jumla? Anasiniki gapini qanday qilib ko'chirib keldi. İkincisi qo'shtirnoq ichiga elingan kitob. Demak, biz kitob jurnal yoki ijodiy jamiyat ismlarini qanday qilib olgan, qo'shtirnoq ichiga olgan. Endi shu kitobning ichida yana bir gapni qanday qilmoqchi bo'lsak, kirgizmoqchi bo'lsak, ko'chirilma shaklda u yalan tirnoq ichiga olinadi. Masalan, Muhammad san aprini aytaman do'stim. Bayroq gazetining yaqinqi adabiyot gulzori sahifasida e'lon qilingan 2 parcha she'r nihoyat yaxshi yozilibdi. Demak, Muhammad san aprini aytaman do'stim. Nimaga? Bayroq gazetining yaqinqi adabiyot. Demak, naqlning ichida nima u? Naql. Unda bo'lsa arkadaşlar bugünkü dersimiz muşya daxilashdi. Kelarki saatlik dersimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت